Juda ko'p sohalarda, yo'nalishlarda namuna bo'lib kelayotgan Yaponiyadan Mizuno brendi bugun stolimizning ustida va ular krossovka sohasida ham namuna, xuddi ta'lim deymizmi, moshina deymizmi, даже o'sha jahon chempionatlarida o'zini o'rindiqlarini yig'ishtirib ketgan yaponlardan mana marhamat Mizuno brendi. Qaranglar, qanaqa sifat. Bular nima ishlab chiqarishi biladi, qanaqa ishlab chiqarishi biladi va o'shaning orqasida turib beradi. Xuddi shunaqa Mizuno qo'limdagi krossovkani orqasida ham turadi bular. Qaranglar, mana logotip va mana bu yerdan ojalib chiqqan, alohida yana bitta detal qo'shilgan, moshina ishlangan. Mizuno logotipi shunday ko'rinib turadi, yana qo'shimcha detal, qo'shimcha detal, qo'shimcha detal va ich tarafi orqasida spoileri takoy mat, qizil rozviy, mat. Mana shu gapni eslab qo'yinglar, chunki bu oyoq kiyimi qanaqadir ham sal spokойный qo'yibdir. Rasvetkani hamda zamonaviy qo'yibdir, hamda mat saruro yashilga bu uyg'unlashyapti. Oyoq kiyimi tegini qaranglar, qanaqa chiroyli dumaloqlar bilan tiniq обработка qilingan. $109 mi chiqyapti. Ushbu oyoq kiyimimizda razmerlar bor edi. 3-4 xil rasvetkalarni post qildik. Kimgadir kerak bo'lsa bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Buni boshqacha rasvetkasini ham уже obzor qildim. Mana qo'limda yana bir rasvetkasi. Qaranglar, qanaqa tiniq logotip. Gap yo'q. Yaponlar qaytaraman nima qilayotganini biladi. Orqasini qaranglar. Yorgan. Teshiklarni ham teshib qo'yibdi lekin. Gap yo'q. Tavsiya va faqat tavsiya. Yillar davomida xizmat qiladi. Oyoq kiyim aytgandek, juda ham yengil hamda juda ham yumshoq. Ko'pi. Boshidan o'zi bilib olsanglar bo'ladi. Boshida aytdim, Yaponlar dedim. O'shandan oyoq kiyim o'zi sifatini, statusini bilaveringlar. Gap yo'q lekin.